Bugun men sizga pensiya masalasida juda muhim, ko'pchilik e'tibor bermayotgan, lekin ertaga har bir oilaning cho'ntagiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Gap 920 sonli qonun atrofida odamlar orasida tarqalayotgan xavotirlar. Ya'ni kim pensiyasiz qolishi mumkin, kimning pensiyasi kamayishi mumkin, kim esa umuman vahimaga tushmasligi kerakligi haqida ketadi. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiyaga chiqayotganlar, balki hali o'tdim yerda yoki etim yoshda bo'lganlar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya masalasi bir kunda hal bo'ladigan ish emas. U butun mehnat faoliyatingiz davomida yig'iladigan hujjatlar, ish staji, badallar va rasmiy yozuvlarga bog'liq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgaryapti? Kimlar xavf ostida? Qaysi holatlarda odam haqiqatan ham tengsiz qolishi mumkin? Va eng muhimi, hozirdan nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ertaga idora yurib, o'z haqini isbotlay olmay qolishi mumkin. Men avval eng asosiy narsani tushuntirib olay. Pensiya degani faqat yoshga yetish degani emas. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Erkak kishi 6 yoshga, ayol kishi 55 yoshga kirsa, avtomatik pensiya oladi. Aslida esa masala bundan ancha murakkab. Pensiya tayinlanishi uchun yosh bilan birga mehnat staji, rasmiy ish, ijtimoiy soliq yoki pensiya jamg'armasiga tegishli to'lovlar, hujjatlarning to'g'ri yuritilishi, ish haqi haqidagi ma'lumotlar va boshqa omillar ham hisobga olinadi. Oldin odamlar ko'pincha mehnat daftarchasiga tayanardi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, ko'p hollarda ish staji tasdiqlangan deb qaralardi. Albatta ilgari ham tekshiruv bo'lgan, lekin amaliyotda ko'p masalalar qog'oz hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, tashkilotning muhrlari va kadrlar bo'limidagi yozuvlar orqali hal qilinardi. Hozir esa tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Bu bir tomondan yaxshi, inson omili kamayadi, soxta hujjatlar kamayadi, ma'lumotlar tezroq tekshiriladi. Lekin ikkinchi tomondan eski yillarda norasmiy ishlagan, hujjatlari yo'qolgan, tashkiloti yopilib ketgan yoki ish beruvchisi badal to'lamagan odamlar uchun katta muammo paydo bo'ladi. 930 sonli qonun yoki shu raqam bilan muhokama qilinayotgan yangi tartib atrofidagi asosiy xavotir shundan iborat. Davlat pensiyani faqat men ishlaganman degan gapga qarab emas, balki rasmiy tasdiqlangan ma'lumotlarga qarab hisoblaydi. Ya'ni siz 20 yil bozorga chiqib savdo qilgan bo'lishingiz mumkin. 15 yil qurilishda ishlagan bo'lishingiz mumkin. 10 yil bir tadbirkorning yonida xizmat qilgan bo'lishingiz mumkin. Lekin agar bu yillar rasmiylashtirilmagan bo'lsa, soliqlar to'lanmagan bo'lsa, shartnoma bo'lmagan bo'lsa, elektron bazada ko'rinmasa, pensiya hisoblashda bu davrlar muammo tug'dirishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin real vaziyatni yashirib ham bo'lmaydi. Pensiya tizimi shunday yo'nalishga ketyaptiki, og'zaki ishlaganman. Hamma biladi. Mahalladagilar guvoh degan dalillar kamroq ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Asosiy savol bitta. Sizning ish tajingiz va daromadingiz rasmiy hujjatlari bormi yoki yo'qmi? Asosiy qism biri. Kim xavotir olishi kerak, kim esa tinch bo'lishi mumkin? Men birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerakligini aytaman. Birinchi guruh uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, bir odam 1998 yildan 2011 yilgacha ustachilik qilgan. Uy ta'mirlagan, tom yopgan, kafal targan, yaxshi pul topgan, lekin u hech qayerda rasmiy ish sifatida qayd etilmagan. Mehnat shartnomasi yo'q, soliq to'lovi yo'q. Pensiya jamg'armasiga ajratma yo'q. Endi u 6 yoshga kirganda men 17 yil ishlaganman desa, tizim unga qaysi hujjat bilan tasdiqlaysiz deydi. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Ikkinchi guruh xususiy firmalarda ishlagan, lekin ish beruvchi hamma narsani rasmiy qilmagan xodimlar. Masalan, ayol kishi 2 yil tikuv sexida ishlagan, har kuni ishga borgan, oylik olgan, buyurtma bajargan. Lekin ish beruvchi uni rasmiy shtatga olmagan yoki minimal maosh ko'rsatib, qolgan pulni qo'lga bergan. Natijada pensiya hisobida uning haqiqiy daromadi emas, faqat rasmiy ko'rsatilgan kichik summa ko'rinadi. Ertaga pensiya tayinlanganda u men oyiga 4 million olardim deydi. Lekin hujjatda 1 million ko'rsatilgan bo'lsa, hisob ham shunga qarab bo'ladi. Uchinchi guruh mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki arxiv hujjatlari topilmay o'tganlar. Ayniqsa Sovet davri oxiri 1990 yillar, 2000 yillar boshida ishlagan odamlarda bu muammo ko'p uchraydi. Korxona tugatilgan, nomi o'zgargan,
arxivi boshqa joyga topshirilgan yoki umuman tartibsiz saqlangan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 25 yil ishlagan, lekin hujjat izlaganda faqat urdi yili topiladi. Qolgan 1 yilni isbotlash uchun arxiv, sud, guvohlar, eski buyruqlar, ish haqi vedomotlari kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, asab va ba'zan pul talab qiladi. 4-guruh chet elda ishlagan fuqarolar, masalan, Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki Koreyada ishlaganlar. Agar bu ish rasmiy bo'lgan, tegishli davlat bilan kelishuvlar asosida hujjatlar yuritilgan bo'lsa, ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin odam chet elda tekis yil ishlagan bo'lsa-yu, hech qanday rasmiy shartnoma, patent, soliq to'lovi, ish beruvchi ma'lumotnomasi bo'lmasa, keyin O'zbekistonda pensiya so'raganda bu yillarni tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. 5-guruh o'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari. Bu yerda nozik joy bor. Ko'pchilik men o'zim ishlayman, demak staj ketaveradi deb o'ylaydi. Yo'q. Hamma narsa to'lovlarga bog'liq. Agar siz o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, belgilangan tartibda to'lovlarni amalga oshirsangiz, shunda davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin ro'yxatdan o'tmasdan xizmat ko'rsatgan bo'lsangiz, masalan, taksichilik qilgan, sartaroshlik qilgan, uyda shirinlik pishirib sotgan, lekin rasmiy maqomingiz bo'lmagan bo'lsa, bu faoliyat pensiya stajiga avtomatik qo'shilmaydi. Endi kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda davlat tashkilotlarida, budjet muassasalarida, yirik korxonalarda rasmiy ishlaganlar. Masalan, o'qituvchi, shifokor, hamshira, davlat idorasi xodimi, temir yo'lchi, zavod ishchisi. Agar ularning ishga kirish va chiqish buyruqlari, mehnat daftarchasi, elektron mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari mavjud bo'lsa, xavf ancha kam. Lekin bu odamlar ham menda hammasi joyida deb beparvo bo'lmasligi kerak. Chunki ba'zida xato bo'lishi, familiya noto'g'ri yozilishi, ish yillari tushib qolishi yoki eski tashkilot ma'lumoti kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi, tinchroq guruh har oy rasmiy oylik olib, daromad solig'i va ijtimoiy to'lovlar ko'rinib turgan xodimlar. Masalan, oxirgi 10-15 yil davomida bank kartasiga oylik tushgan. Ish beruvchi rasmiy hisobot topshirganman. Govuz yoki tegishli tizimlarda ish staji ko'rinib turgan bo'lsa, bunday odamda asosiy dalil bor. Lekin yana takrorlayman, tekshirish shart. Chunki pensiya yoshiga yetganda xatoni tuzatish ancha qiyin bo'ladi. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Akmal aka Oltun yoshga yaqinlashdi. U 1996 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan, keyin 1996 yildan 2010 yilgacha bozorda savdo qilgan. 2011 yildan 2024 yilgacha qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Zavoddagi 9 yil arxivda topilsa, qorovullikdagi 13 yil bazada bo'lsa, jami 22 yil tasdiqlanadi. Lekin bozordagi 14 yil rasmiylashtirilmagan bo'lsa, u pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Natijada Akmal aka o'zini 36 yil ishlagan deb hisoblaydi. Tizim esa 22 yilni tan oladi. Farq juda katta. Ikkinchi misol, Dilbar opa 25 yoshda. U 20 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. 5 yil bolalar parvarishi sabab uyda bo'lgan, keyin 7 yil xususiy o'quv markazida dars bergan. Agar maktabdagi davr rasmiy bo'lsa, muammo yo'q. Bolalar parvarishi davri qonunchilikdagi shartlarga qarab ma'lum miqdorda stajga kiritilishi mumkin. Lekin xususiy o'quv markazi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, o'sha 7 yil savol ostida qoladi. Demak, u pensiyaga tayyorlanayotganda o'quv markazidan mehnat shartnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, soliq to'lovlari tasdig'ini so'rash kerak. Uchinchi misol, Jasur 35 yoshda. U hali pensiyaga juda uzoq deb o'ylaydi. Lekin 10 yil norasmiy yetkazib beruvchi bo'lib ishlayapti. Har oy yaxshi daromad qiladi, lekin hech qanday rasmiy maqomi yo'q. Agar u bugun ro'yxatdan o'tmasa, to'lovlarni yuritmasa, 25 yildan keyin men yoshligimda ishlaganman degan gapi pensiya uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu mavzu faqat keksalar uchun emas, yoshlar uchun ham muhim. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasida yozuv borligi har doim ham hamma muammoni hal qilmaydi. Agar yozuv noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqami bo'lmasa, tashkilot nomi aniq yozilmagan bo'lsa yoki yozuv qalbaklik alomatlariga ega bo'lsa, qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Shuning uchun eski daftarchani shunchaki sandiqda saqlab qo'yish emas. Undagi yozuvlarni oldindan tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat,
ish haqi miqdori pensiya summasiga ta'sir qiladi. Ko'pchilik faqat stajni o'ylaydi. Aslida pensiya hisobida ish staji bilan birga rasmiy daromad ham muhim. Agar siz yillar davomida katta pul topgan bo'lsangiz, lekin rasmiy hujjatda eng kam ish haqi yoki juda past oylik ko'rsatilgan bo'lsa, pensiyangiz ham kutilganidan past chiqishi mumkin. Bu ayniqsa oylikning bir qismi kartaga, bir qismi qo'lga oladigan xodimlar uchun xavfli. Bugun qo'lga ko'proq pul olish yoqimli ko'rinadi, lekin ertaga pensiya hisobida o'sha pul yo'qdek bo'ladi. Uchinchi nozik jihat bolalar parvarishi, harbiy xizmat, oliy ta'lim. Nogironlikka qarash, ishlamagan davrlar har doim ham avtomatik qo'shilavermaydi. Qonunchilikda ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin buning o'z shartlari bor. Masalan, bola tug'ilganlik guvohnomasi, parvarish davrini tasdiqlovchi hujjat, harbiy bilet, o'qish davri bo'yicha diplom yoki arxiv ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha bu hammaga ma'lum-ku deydi. Lekin davlat organi uchun ma'lum degan narsa hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 4-nozik jihat, tashkilot yopilib ketgan bo'lsa ham hujjatlar yo'q bo'lib ketgan degani emas. Ko'p odam shu yerda taslim bo'ladi. Firma yopilgan, endi nima qilaman deydi. Aslida korxona tugatilganda uning arxiv hujjatlari davlat arxiviga, huquqiy voris tashkilotga yoki boshqa belgilangan saqlov joyiga topshirilishi kerak. Albatta, amalda tartibsizlik bo'lishi mumkin, lekin izlash kerak. Tuman arxivi, shahar arxivi, viloyat arxivi, soliq organlari, bandlik bo'limi, sobiq rahbar yoki kadrlar xodimlari orqali ma'lumot topilishi mumkin. 5-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, diplomda yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'ladi. Birgina harf xatosi ham hujjatlarni bog'lashda muammo chiqarishi mumkin. 6-nozik jihat. Menga baribir minimal pensiya berishadi degan noto'g'ri tasavvur. Qonunchilikda ayrim kafolatlar bo'lishi mumkin, lekin bu odam xohlagan miqdorda pensiya oladi degani emas. Yetarli staj bo'lmasa pensiya emas. Boshqa turdagi nafaqa masalasi ko'rilishi mumkin. Pensiya bilan nafaqa o'rtasida esa farq bor. Pensiya mehnat faoliyati va to'lovlarga bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ijtimoiy yordam sifatida belgilanishi mumkin va miqdori odatda pastroq bo'ladi. Shuning uchun baribir nimadir berishadi deb yillarni yo'qotish juda xavfli. 7-nozik jihat, qarindoshining firmasi, tanishining do'koni, oilaviy biznesda ishlaganlar. Masalan, aka-ukaning do'konda 15 yil ishlagan singil yoki ota-onasining fermer xo'jaligida mehnat qilgan farzand. Agar bu mehnat rasmiylashtirilmagan bo'lsa, oilaviy munosabat pensiya uchun dalil bo'lib qolmaydi. Butun mahalla biladi degan gap insoniy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan yetarli bo'lmasligi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefonga yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz, lavozimingiz nima edi? Tashkilot nomi qanday edi, rahbar kim edi, qaysi tumanda joylashgan edi, oylikni qanday olgansiz, hammasini sanab chiqing. Bu ro'yxat keyin hujjat yig'ishda sizga xarta bo'ladi. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. May, Tok, Uz, soliq ilovalari, mehnat organlari tizimlari yoki pensiya jamg'armasi orqali mavjud staj va ish joylari ko'rinishini tekshirish mumkin. Agar o'zingiz qila olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqinlaringizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Maqsad bitta, davlat bazasida sizning qaysi yillaringiz ko'rinib turibdi, qaysilari yo'q, shuni aniqlash. 3-qadam. Mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Unda ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish yozuvlari to'liqmi? Buyruq raqamlari bormi? Sanalar mosmi? Muhrlar o'qiladimi? Familiyangiz to'g'ri yozilganmi? Agar xatolik ko'rsangiz, pensiya yoshiga yetishni kutmang. Hozirning o'zida sobiq ish beruvchi yoki arxivga murojaat qiling. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini oldindan yig'ing. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillar boshidagi ish joylaringiz bo'yicha. Tuman yoki shahar arxiviga ariza yozishda quyidagilarni ko'rsating. To'liq ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan tashkilot nomi, taxminiy ish davri, lavozimingiz, kerakli hujjat turi. Masalan, 1999 yildan 1997 yilgacha falon zavodda chilangar bo'lib, ishlaganimni tasdiqlovchi ishga qabul qilish
va bo'shatish buyruqlari ish haqi ma'lumotlari kerak deb yoziladi. 5-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mening mehnat shartnomam bormi? Menga ijtimoiy soliq to'lanyaptimi? Elektron mehnat daftarchamda ish joyim ko'rinyaptimi deb so'rang. Bu uyat emas, bu sizning kelajakdagi haqqingiz. Ish beruvchi bugun soliqlardan qochsa, ertaga siz pensiyadan yutqazasiz. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, maqomingizni qonuniylashtiring. O'zini o'zi band qilish. Yakka tartibdagi tadbirkorlik, mehnat shartnomasi yoki xizmat ko'rsatish shartnomasi kabi yo'llarni ko'rib chiqing. Har bir faoliyatning o'z tartibi bor. Sartarosh, tikuvchi, usta, repetitor, taksichi, dasturchi, hamshira, enaga. Savdogar bularning ko'p qonuniy shaklda rasmiylashtirilishi mumkin. Muhimi, faoliyatingiz tizimda iz qoldirsin. 7-qadam, hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, sud qarorlari, shartnomalar, soliq to'lovlari, kvitantsiyalari hammasini alohida saqlang. Hujjatning rasmi telefonda bo'lishi yaxshi. Lekin asl nusxa yoki tasdiqlangan nusxa ham kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam, agar hujjat topilmasa, rasmiy rad javobini oling. Bu juda muhim. Ko'pchilik arxivga boradi. Og'zaki topilmadi degan javobni eshitadi va qaytadi. Yo'q, siz yozma javob oling. Chunki keyin sudga yoki boshqa organga murojaat qilishda aynan yozma javob kerak bo'ladi. Rasmiy javobda qaysi hujjat qidirilgani, qaysi davr bo'yicha ma'lumot topilmagani ko'rsatilishi kerak. 9-qadam, zarur bo'lsa, sud orqali tasdiqlash masalasini ko'rib chiqing. Bu eng oxirgi yo'llardan biri, lekin ba'zan foydali bo'ladi. Sudda guvohlar, boshqa bilvosita hujjatlar, ma'lumotnomalar, eski ish haqi varaqalari, kasaba uyushmasi biletlari, mukofot buyruqlari, fotosuratlar ham yordamchi dalil sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin sudga borishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. 10-qadam. Pensiya yoshiga kamida 2-3 yil qolganda tayyorgarlikni boshlang. Eng katta xato hujjatlarni oxirgi oyda yig'ish. Arxiv javobi kechikishi mumkin. Tashkilot topilmasligi mumkin. Xato ma'lumotni tuzatishga vaqt ketadi. Agar siz hammasini oldindan tayyorlasangiz, pensiya tayinlash jarayoni ancha osonlashadi. Demak, asosiy xulosa shunday. Yangi tartiblar va 923 sonli qonun atrofidagi muhokamalarning eng og'ir tomoni shundaki, pensiya masalasida rasmiy hujjat va elektron ma'lumotlarning ahamiyati yanada oshmoqda. Kim rasmiy ishlagan, to'lovlari bor, hujjatlari tartibli, u nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Kim uzoq yillar norasmiy ishlagan, ish beruvchisi badal to'lamagan, arxiv hujjatlari yo'qolgan yoki mehnat daftarchasida xato bor, u hozirdan harakat qilishi shart. Men sizga qo'rqish uchun emas, tayyor bo'lish uchun aytyapman. Pensiya bu sadaqa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz natijasi. Lekin o'sha mehnat hujjatda ko'rinmasa, uni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun bugunoq mehnat tarixingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Sizningcha bu yangi tartiblar adolatlimi yoki oddiy odamlar uchun ortiqcha qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bugun bilgan bitta ma'lumot ertaga sizni katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.